misollari bo'lgan. Ana shu suv tegirmon kunlaridan hozirgi kungacha yaqinlarigacha saqlanib qolganlari Omonbog' suv tegirmoni va Sidiqbobo tegirmoni. Qo'rg'on mahallamizda ham suv tegirmon bo'lgan. U suvlar soyimizda suvni kamayib ketish sabablari bilan u buzilib ketgan. Lekin hozirgi kunda yurgizishga harakat qildik. Buni yurgizdik. Unam chiqarib ko'rdik. Foydalansak bo'ladi. Tegirmon ovul degan nom bilan shu Tegirmon ovul qishlog'ida qurilgan. Bu tegirmon tarixi 250 yillarga borib taqaladi. Chunki bizlarning bobolarimiz bu tegirmonda ustachilik qilgan, undan oldin ham ustachilik qilishgan. Oxirgi paytda ishlatilgani Omonbog' To'raqulov Omonbog' ishlatgan. Undan keyin Baxtiyor aka hozir o'g'li ishlatdi buni. Juda katta tegirmon bu, soatiga 50-60 kilogramm chiqaradigan qobiliyatga ega. Chunki buni suvi ham ko'p, toshi ham kattagina edi. Bu yerga juda ko'p uzoqlardan kelib yuk chiqarishardi. Omonbog'ning o'zini aytib berish tarixi bo'yicha Qozog'istondan qozoqlar kelardi. Endi Qozog'iston bo'lmasa kerak-ku, menimcha shu Jo'shti orqa taraflaridan qozoqlar yashagan ovullar bo'lgan bo'lsa, cho'ponlar shular kelib uni tortib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki u taraflarda tegirmonni aylantiradigan suv havzalari yo'q, oqin suvlar yo'q. Shu soyda qiyiqimgacha bo'lgan regionda bundan katta tegirmon bo'lmagan. Bizlar ham yosh paytimizda kelib yuk tortganmiz bu yerda. Endi hozir bu tegirmonlarga talab yo'qolib ketdi. Buni endi qaytadan tiklasa bo'ladi. Chunki buni tegirmonni uni noni juda ham foydali. Ayrim kasalliklarga, ayniqsa mana shaharni diabet degan kasallikka juda ham foydali deyishyapti. Qaytadan tiklasa bo'ladi. Bunga ozgina jazm qilish kerak. Hozir Omonbog'ning nevaralari, Baxtiyor akaning o'g'illari bunga agar kirishsa qiladigan yigitlar juda. Ular bor, ishi ham bor, boshqasi ham bor, yetadi, kuchi yetadi. Lekin Baxtiyor akalar yoshi o'tib qoldi, qarib qoldi. Shular faqat maslahat berishi mumkin. Uni ishlatish yo'lini shular biladi. Oxirgi kishi shu tegirmonni qanday ishlatishini bu yerda faqat shu Baxtiyor akadan boshqa odam bilmaydi. Ochiq. Men ham hozir ishlatganman, lekin kuchalik bilmasam kerak. To'xta. Tosh bu. Tegirmondan chiqqan tosh bu yaroqsiz holga kelgandan ko'rinib turibdi, yuzida har xil moddalar bo'lib qolgan, o'tmix unda chiqaradigan holat ketib qolgan buni. Narxi ham xuddi shunday, unisi ham. Bu yerga hozir tortishga bo'lgan navbatdagi unlar chiqarilardi bu yerga. Mana qator qo'yiladi. Mana past tomonga ulovlar chiqardi. Mana bu yerda suvuradigan joyi bor, shamolgachi juda suvurardi. Kunlarda suvurishga kuchi yetmasa Omonbog' Baxtiyor aka o'zini suvurgandan ko'rganman. Suvurib, olib kirgizib, tozalab kirgizadi. Tekshirardi, orasida temiri bormi, mixi bormi, olib tashlardi. Hamma davlat ishi bilan band bo'lardi, yosh bolalar, biz yo'q, yosh bolalar kelardi, shu paytda yoshlik, Omonbog' o'zi suvurib ko'rib chiqib hisob ketardi. Hali eplagan odamga tashlab ham ketib beradi, men falon joyga borib kelaman deb. Kimlardir eplaydi, kimlar eplay olmaydi. Masalan, men shu juda ko'p ishlatganman. Shu 95-yil, 96-yillar atrofida bo'lsa kerak, g'alla tanqisligi paytida aholi dashga o'zlari qo'l bilan kambaysiz o'radigan miqdorda qiladigan g'alla eka boshlashdi va uni o'radigan anjomlar yo'q, kambaylar yo'q. Qo'l bilan o'rib, bog'lab, uni yanchish masalasi ancha problema bo'lardi. Shu masala shu paytda bizlar mana shu apparatni yasaganmiz. Bug'doyni olib kelib mana bu yerdan, mana shu teshigidan bog'lagan, yarim bog', bir bog' xalta solib, shundan yanchib bug'doy pastiga, somonni u tarafga ajratadigan bir apparat bu. Bu tok bilan ishlaydigan apparat edi. Bizda 2 xil, 3 xil varianti bo'lardi. Benzin bilan ishlaydigan, dala sharoitda ishlaydigani ham bor edi. Unisi tashqarida sal ayrim uzunlar yo'qligi bilan turibdi u ham. Bu saqlangan holda turibdi. Buni dastlabki buni qanday yashash kerakligini ukam Saydar hozir buldozorchi shu yigit bir joyda ko'rgan ekanda, aka shuni borib ko'rib kelaylik dedi. Borsak bir kishi ishlatyapti, buni hatto ko'rsatmadi bizlarga. Shuni bir qaraylik, bizlar ham yasaymiz dedi. Yo'q, ruxsat bermadi u. Keyin shu boyagi egasini sal chalg'itib turib, berroqqa chaqirib, ukam bir ko'rganda borib ko'rib, shuni ko'rib, haqiqatan zehnli bola,
shuni yasaganmiz. Bir kamchiliklarni keyin sekin to'ldirish holati bilan 1 yil sezonda shu bilan 2-3 tonnagacha ishlab olsangiz bo'lardi. Ondan bir holda olibda. Masalan, 1 tonnadan 100 kilo, 80 kilo haqini olsangiz ham bitta oilaga yaxshi ishlasa bir 3 tonnagacha, 2 tonna, 3 tonnagacha o'zi ishlab olsa bo'ladi. Endi bu apparatlarga ehtiyoj yo'q, shuning uchun men saqlangan holda turibdi. Mana shu bittasi elektrik mana simigacha hamma narsani saqlab qo'yganimiz turibdi. Mana shu yerdan eshakka qo'shib, xohlagan joyga olib borib ishlasa bo'ladi. Men o'zi oyog'ida samolyot turadi. Mustaqillikka erishgan davrlarimizda boshlab g'alla mustaqilligiga anchagina e'tibor berildi. Har bir oila dastlab oila qurishda qiyinchiliklarga uchraganda davlatimiz ham anchagina g'alla masalasi qiyinchiliklarga uchragandi. Shu paytda mana shu yermonlar qurilib, bug'doyni yanchadigan uskunalar qurilib, odamlar o'ziga sharoit yaratishdi. Mana yuqorida ham biz boshqa bir tegirmonlarni ham ko'rib chiqdik. Bu tegirmon mana shu Oqtepa soyidagi eng oxirgi qurilgan Sidiqvoy tegirmoni. Buni 95-yillar atrofida, 96-yillar atrofida qurildi. Hozirgacha saqlangan, mana ishlasa bo'ladi, faqat bu yerda muammo suv masalasi qolgan tayyorman. Biz buni yengil variantini qildik. Kichkinaroq tosh olganmiz. Ko'rib turibsiz, yuqorida anjomlar hammasi temirdan qilingan. Ost tarafdagi parchinliklari, aylanish moslamalari, parraklarni ham temirdan yasagan va kichikroq ob'emda yasaydi. Buni dastlabki bizdan sal yuqoriroqda bir 500 metr yuqorida rahmat Omonboy tegirmoni bor. Uni ham lavhalarni olib borib ko'rdik. Joyda ancha avariya holatga kelib qoldi. Shu tegirmon ichini Omonboyning maslahati bilan tegirmon qurilgan, shuni tavsiyalari bilan shunga mutaxassis şeydi, rahmatli. Joyini ko'rsatgan, qurilishda boshqash bo'lgan shu kishi. Otam bilan ikkalasini joyini, maslahatini, nasihatlarini olib, hududlarini olib qurganmiz. Bunda asosan katta ishni Saydali bilan Shavkat qilgan. Shularni qo'ldan svarka qilish, temir bilan nimalarni qayerga qo'yish, parchinliklarini, sanliklarini, nimalarni qo'yish, novlarni qo'yishlarni hammasi yigitlar o'zlari qilishgan. Hozirgi kunda ham ishlashsa bo'ladimi? Oxirgi paytlarda g'alla uncha ehtiyoj bo'lmaganligi uchun bu tegirmonlar to'xtab qoldi. Lekin ko'ryapsiz, mana hozir yem chiqaryapmiz. Un chiqarsa bo'ladi. Soatiga 20 kilogramm atrofida chiqaradi. Shu 100 kilodan 6 kilo normal ko'rsatgan shu katta nimalar tegirmonchilar 1 tutdan 1 kilo deganda 1 tutdan 16 kilo, 16 kilodan 1 kilo. 100 kilodan 96 kilodan 1 kilo 6 kilo shu olinadi shu haqida. Oxirgi marta 2002-yillar atrofida ishlatilgan bu tegirmon. Hozir bunga endi 24 yil, 23 yil, 25 yillar atrofida bo'ldi. 25 yillar bo'ldi. Mana bugun qo'shdik mana. Hozir yeb chiqaryapmiz. Bundan bemalol un chiqarsa bo'ladi. Un chiqarsa bo'ladi. Ayniqsa o'zimizning eski mana lalimi bug'doylar bo'lardi, o paytda Anvarboyning bug'doyi deyapti. Anvarboyning urug'idan olib yegilaydi. Ana shu urug'larda juda yaxshi un chiqadi. Bu unlar sahar kasalligi va qand diabet deydi, o'sha kasallikka davo. Buni tibbiyot ham aytyapti, fanda bor. İctimai tarmoqlarda ham qayta tushuntiryapti. Biz oq uni yeb yotibmiz hali. İştisini qilamiz. Mana shularni ishlatish kerakda. O'z eski ota-bobomizni unlarni tandirlarga yopib, chiroyli qilib yesa bo'ladi, mana shu tegirmondan ishlasa bo'ladi. Buni ishlamaydi deb o'yladim. 20 yildan oshib ketgan, men ko'rdingizda ishladi. Kasa bo'lar ekan. Hech bo'lmasa siz tashabbusingizni ishlab ketdingiz. Qarangizdan bor. Bizda biron bir yog'ochdan ishlatilmagan. Eski Omonboyning tegirmonini birga borib ko'rdik bilan, uyda hammasi yog'ochdan qilingan. Ularda tegirmonda alohida ustalari bo'lgan, bitta kasb bo'lgan bu. Meni otamning otasi bom Sayilboshi tegirmonga usta bo'lgan. Bir umr ustasi bo'lgan. Mana bizlardagi deydi hammasi temir. Temirdan qilingan.
tagida pastlaymiz. Ozgina suv bilan qarang, ozgina suv bilan aylanyapti. Bizda juda ko'p yengil tomonlari bor. Agar yog'och bo'lganda bu 25 yildan keyin bu ishlatib bo'lmas. Hozir 25 yil bo'lib ishlagan. Oxirgi marta yurgizgani. Hamma joyda turibman. Haqiqatan temir chidamliroq narsa bo'lar ekan. Buni hozir bitta kamchiligi parrak pastroqqa tushirish kerak ekan. Suv yuqoriga otib beryapti suvni. Agar parrak yana bir 5 sm pastda bo'lsa, suvni juda to'liq foydalansa bo'lar ekan. Novni ko'tarish kerak, ya parrak tushirish kerak. Suv do'ng uryapti. Degan bu e'tibor beringlar qarang. Hozir mana shu o'tirganimizda 1 minutlar bo'ldi. Suvni ichidagi kislorodni hozir shu parragiga sochib beryapti-da. Bu yoqdan bu yoqqa shamol etyapti. Mana shamolga odam qo'ymaydi. Juda toza suvni ichidagi toza kislorodda. Namligini qarang qanday. Suv bo'lsa, mana shu yerga karvatib qo'yib o'tirsangiz bo'ladi-da. Ha, shu kunlarga yetib. Mana Oqtepa soyini qirg'og'ida turibmiz-da mana. Suv oqayotgan suvni qarang qanday jilolanib, to'lib toshib oqyapti. Bu qadimdan oqqan suv, shu suvni yoqalab ketdi, shunda o'tirib qolganmiz, ota-bobomiz yashab o'tgan. Bizdan keyin ham qancha avlod ajdodlarimiz yashaydi shu yerda. Mana bu qirg'og'ini qarang mana qanday jannat makon joy. Mehmon kuzatadigan joy bo'lgan chiroyli joylar. Mana bu tarafini qarang mana, o'ng tarafni. O'ng taraf ham ko'kalamzor, daraxtzor. Biron bir axlat musurni ko'rmaysiz. Lekin biz ayrim joylarni ko'rdik, mana soyni bo'yini axlatxonaga aylantirgan. Men shu mahalladoshlardan, qishloqdoshlardan iltimos qilib so'rayman, soyni bo'yiga axlat tashlamangizlar. Bu suvni ko'z qorachig'ida asraydigan suvmi, shu suv borligi uchun shu yerda yashayapmiz. Agar suv bo'lmasa, bu yerda hamma ko'chib ketishi aniq. To'xta. Asrang suvda Oqtepa soyimiz o'zi qadimdan bo'lgan o'zi buloqlardan, chashmalardan yig'ilgan suvlar. Shuni ko'z qorachig'ida asrashimiz kerak. Oldinlari xalqimiz ichardi shu suvdan. O'zimiz ham ichib katta bo'lganmiz. Lekin sizlardan so'raymiz. Soyimizni asraylik. Yurtdoshlar, otam oxirgi marta 2008-yil ishlatilgandan beri ishlatilmagandi. Hozir otam o'tgandan keyin bu joylar menga qoldi, menga qarashli meros. 3-yildan beri ishlatmani ruxsatlari shod bo'lsin deb, men deyman deyishim bo'lamiz. Tashabbusi bilan yurgizdik. Mana hozircha yem chiqaryapmiz. Ob-havomiz yaxshi bo'lib ketsa, yog'ingarchilik soylarda suv ko'p bo'lsa, xudo xolasa 12 oy ham 4 faslda ham birman ishlasa bo'ladi. Oldin 2005-yillar, 2004-yillar 4 fasl ham ishlaydi. Hozir endi qurg'oqchilik bo'lgan chayim sabablarga ular kamayib ketdi. Xudo xolasa bil suvimiz yaxshi, ya'ni yog'inchilik zo'r bo'lsa, suv zo'r bo'lib ketsa, birman ishlab turadi. Xudo xolasa bunday hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Avvalo Xudo. Suv tegirmonlari bo'lgan. Soyimizda 3 ta bo'lgan. Bittasi Qo'rg'on mahallasida Valixon Eshonboy ishlatgan eng qadimiylarda yana bittasi Omonboy ishlatgan. Ana bu yerda ham ancha eskirib ta'mir talab bo'lib qoldi. Lekin bugungi kunda yurgizsa, xizmat qilsa bo'ladigan tegirmon mana Sidiqxonning eng kichkina o'g'li, kenja o'g'li Shuhrat aka bo'lgan Salohiddin. Bir hafta oldin uchrashuvdik, bo'ldi aka yurgizamiz deb, mana ancha o'zi jonkuyarligi bilan ana shu tegirmonni, suv tegirmonini ishga yurgizdik. Va xohlasa mana yurdi.